Endi ko'chadan palon puliga bu shirinlikni sotib olmasdan, hammani uyda bor masalliqlardan, hozirgi sovuq havolarda issiq choylar bilan yamlamay yutadigan shokoladmanni birgalikda tayyorlaymiz. Idishga iliq sut, shakar va drojini solib yaxshilab aralashtirib 10 daqiqaga ustini yopib qo'yamiz. Aralashmamiz ko'pirib chiqqandan so'ng yog', tuz va bitta tuxumni solib yaxshilab aralashtirib boramiz. Oliy navli 5 yulduz unlarni elakdan o'tkazib, qo'lga yopishar-yopishmas o'rtacha yumshoqlikda xamir qorib olamiz va ko'pib chiqishi uchun 1 soatga iliqroq joyga olib qo'yamiz. Ko'pib chiqqan xamirlarimizni olib 2 cm qalinligida yoyib olamiz. Uyda bor bo'lgan baklashka qopqog'i yoki mana shunday nasotkani og'zida dumaloq xamirlar kesib olamiz. O'rta olovda qizib turgan yog'imizda lokmalarimizni solib, birpasda qovurib olamiz. Ustiga esa uyimizda bor bo'lgan shokoladlardan foydalanishimiz mumkin. Men bitta plitka shokoladni eritib, ustidan quyib yubordim. Lokmalarimiz ta'mini boyitish uchun ustidan yong'oqlar yoki fistashkalardan foydalanishimiz mumkin. Retsept yoqqan bo'lsa, like bosib, fikringizni izohlab yozib keting.